Yurtimizning eng iste'dodli aktyor va artisti Hakimjonov Sarvarbek 2003-yil 3-dekabrda Andijon viloyatida tug'ilgan. U musiqiy san'at bilan shug'ullanadigan yosh xonanda va aktyor sifatida faoliyat yuritadi. Bolalik yillarini shirin va baxtli o'tkazgan Sarvarbek doktor oilasida katta bo'lgan. Yosh san'atkor, men musiqaga juda qiziqqanman va bu yo'ldan borishimga onajonim katta motivatsiya berib turganlar, meni qo'llab-quvvatlaganlar, deydi. U musiqiy ta'limni boshlagan, o'qishni davom ettirib, 25-sonli musiqa maktabini rubob yo'nalishida tamomlagan. Bolaligida O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Sardor Rahimxonga havas qilgan. Vaqtlar o'tib, ezgu niyati amalga oshgan Sarvarbek o'zining sevgan san'atkori Sardor Rahimxonga 2018-yilda shogirdlikka tushgan. Va mashhur xonandaning roziligi bilan Faridam, Sanamjon, akajonim, manzilingiz Andijon, otamdan yodgorim onam, narxi qancha mehrni ayting onam, askar onasi qo'shiqlarini jonli ovozda ijro etgan. Faridam mani devonalar etma, farishtam mani begonalar etma, Faridam mani, farishtam mani, beg'uborim intizor etma. Faridam mani devonalar etma, farishtam mani begonalar etma, Faridam mani, farishtam mani, beg'uborim intizor etma. San'at faoliyatini turli to'y va tadbirlarda qatnashish orqali boshlagan. 2019-yilda ilk marotaba Zalolat serialida rol ijro etgan. 2022-yilda Yangi yilga bag'ishlangan Tasodifiy Qorbobo komediya filmida ishtirok etgan. 2023 va 2024-yillarda Aziz va Muqaddassan ayol gala konsertida sahnaga chiqqan. 2024-yilda Qizim serialida va Maxtum qo'li davlat kino loyihasida ishtirok etgan. Sarvarbek ko'plab kliplarda ham suratga tushgan. Bular 2024-yilda Doniyor G'oyipov Bu ko'chalar, G'anijon Qurbonboyev Toshkentli, Dilshod Asil Sevgimizga yor aytaman. 2025-yilda yosh aktyor Sarvarbek O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti, madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning Davlat xavfsizlik klipida suratga tushgan. Turli tadbirlarda faol ishtiroki evaziga faxrli yorliqlar olgan. Hozirda diplomatiya sohasida tahsil olmoqda va san'at faoliyatini ham davom ettirmoqda. Shu bilan birga Sarvarbek O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan mashhur artist, aktyor va aktrisalar bilan suratga tushgan. Xalq suygan san'atkorlar bilan birgalikda ishlagan va ishlamoqda. Sarvarbek o'zining san'atdagi muvaffaqiyatlari uchun ota-onasidan, akasidan va ustozlaridan behad minnatdor ekanligini ta'kidlaydi. Sarvarbekning asosiy maqsadlari yurtiga xizmat qilish, mashhur xonanda bo'lish, o'zining yakka konsertlarini o'tkazish va O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist unvonini qo'lga kiritish ekanligini aytadi. Hakimjonov Sarvarbek yoshlikdan san'atga bo'lgan ishtiyoqi bilan o'z yo'lini topgan ijodkor. U har bir qadami bilan orzulariga yaqinlashmoqda. Ota-onasi, akasi va ustozlarining qo'llab-quvvatlashi bilan kelajakda yanada ulkan yutuqlarga erishadi. Biz Sarvarbekka kelgusi ishlarida omadlar tilaymiz. Uning san'atdagi muvaffaqiyatlarini siz ham kuzatib boring.